kun kelib shularni ham uzatamizda, lekin tushunyapsizlarmi? Ota uchun eng og'ir narsa shu narsani anglash. Bir kun kelib mani erka qizimni avaylab qo'limda erkalab katta qilib o'tgan qizimni kimgadir berib yuboraman-da, tushunyapsizmi? Keyin u odam keladi-da ishdan. Erka qizim naskisini yechadimi? Nomard menga ayt, o'zim yechaman. Erka qizimni ovqatiga baho beradimi? Bugun tuzi kam bo'pti. Amana ko'z yoshlarimdan xo'sh bo'lmasa. Erka qizimga xiyonat qiladimi? Boshqa odamni erka qizi bilan